Bu qizimizni ismlari Afruza Surxondaryoda bo'lib o'tgan Alpomushlar nominatsiyasi sovrindori, O'rta Osiyoda yagona bo'lgan chempion, oltin medal sohibi. Muhtaram prezidentimiz oldida yurtboshim oldida tomosha ko'rsatib, 9 yoshli qizaloq Tracker avtomobil sohibiga aylangan. Hozir O'rta Osiyoda, ya'ni 5 ta davlatning ichida o'zini yoshi bo'yicha oltin medal sohibi, yurtimizda bayrog'ini ko'tarib kelayotgan qiz. Qarsak cholmaysizmi polvonga? Rahmat. Bu sizga isbotini aytib beryapti-da. Ba'zida qiz farzand ko'rgandek bo'ladi-da. Nimaga qiz dunyoga keltirding deydi. Noto'g'ri bo'lsa ayting, men senga o'g'il tug'ib bergan degan, o'g'il tug'mading deganlar qancha? Shu bolangizga o'rnatsa bu dunyoda. Qizingizga, o'g'lingizga o'rnatsa mana. Mana polvon, mana qiz bola. Buni qarang, buni shirinligini qarang. O'g'il bola ko'tarilmagan toshni o'zi ko'tarib beradi. Qarab turingda, qizi borlar faxrlanib qo'ysin-da. Ey Allohdan so'rayman, menga ham shunaqa qiz bersin, tug'arsin hozir. Qarab turing, marhamat, ko'tarib bo'ladi. Xonim, e'tibor bering. Bitta qo'lda 16 kilogramm bo'lgan tosh, 5-sinf bola ko'tarilmagan toshni ko'taryapti. Qani polvon, katta, hop, barakalla. Qarsak bo'lsin. Rahmat. Pastdan yana bitta tosh oladi. Bu padarka bo'lyapti-da bu. Ana polvon. Barakalla. Oyoqda yana bitta tosh. Agar qarsakka arzigan bo'lsa, bitta svisoga bilan bag'ishlanib bo'la qarsak.